Mamlakatimizda qurilish sohasi tobora rivojlanib bormoqda. Amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, yangi turar joy binolarining qad rostlashi qurilish materiallariga bo'lgan talabni oshirmoqda. Bu o'z o'rnida mazkur sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar faoliyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Namangan tumanida faoliyatini boshlagan tadbirkorlik subyekti fikrimiz dalilidir. Bugun viloyatni katta qurilish maydoniga qiyoslash mumkin. Yangi infratuzilma obyektlari, savdo-sanoat majmualari, ko'p qavatli turar joy binolarining qad rostlashi qurilish materiallari ishlab chiqarishga bo'lgan talabni oshirmoqda. Qurilayotgan bino va inshootlarda raqobatbardosh mahalliy tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallari ishlatilayotgani quvonarli. Namangan tumani Ko'lbo'yi mahallasi hududida faoliyatini boshlagan Oqsaroy Grand Mix mas'uliyat cheklangan jamiyati mahalla yoshlari uchun katta imkoniyat eshigini ochdi. Hozirda Namangan davlat pedagogik instituti 3-bosqich talabasiman. Kechki yo'nalishda o'qiyman. O'qishdan bo'sh vaqtlarimda shu yangi ishlab chiqarish korxonasida o'z ish faoliyatimni olib kelmoqdaman. Bu yerda tashqi pardoz uchun qurilish materiallari ishlab chiqariladi. Bu qurilish materiallari soni 60 dan ziyod. Kelajakda turlarini, sonlarini ko'paytirish niyatimiz bor. Bu yerda oylik maoshlar juda ham a'lo darajada. O'z oilamning moddiy ta'minotdan tashqari o'zimning ham moddiy ta'minotimni ta'minlab kelmoqdaman. Barcha ishchilar bu yerda ishlayotgandan xursand. Tadbirkor faoliyatini 2019-yilda kichik sex sifatida boshlagan. 2-3 kishi yaxshi niyat bilan harakatni boshlab, asta-sekin bozorni o'rgandi. Xaridorlar talab istaklariga qarab imkoniyatlarini kengaytirib bordi. Bugun bu yerda tayyorlanayotgan travertin, turli bo'yoqlar, hozir urfda bo'lgan atechenta bo'yoqlari, qurilish pardozi uchun zarur bo'lgan mahsulotlar zamonaviy dastgohlarda tayyorlanmoqda. Jamiyat faoliyatining kengayishi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda so'z olgan tuman hokimi tayyorlanayotgan mahsulotlarga talab yuqori ekanini ta'kidladi. Hozirda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar qo'shni Qirg'izistonga ham eksport qilinmoqda. Biz 16-17 xil mahsulot ishlab chiqaramiz. Bulardan eng asosiylari travertin mahsuloti, jiddiy travertin fasad uchun, xo'p, hamda travertin qildirgan xonadonga baribir yana ham chiroyli ko'rkiga chiroq qo'shish uchun tiyaga yopishtiriladi. Gipsli bo'lgan, hozirgi kunda rivojlanib, poliester tiyaga mahsulotlarini olib kirganmiz. 2 yildan buyon chiqaramiz. Hozirgi kunda 300-400 ga yaqin ustalarimizga beramiz. Poliester tiyaga, u degani po'kli bo'ladi, ustida toshli qoplamasi bo'ladi. U gipsga nisbatan yengilroq bo'ladi. O'shani hisobiga eshik derazada turishi umri uzunroq, ya'ni 10 yil, 15 yil hisobda turishi mumkin. Undan tashqari ichki qism uchun atechento, vadimusiya, xo'p, kraska mahsulotlarimiz bor. Travertin mahsuloti uchun o'zini gruntovkalari, primerlari, xo'p, laki, jemchug laki, hamma mahsulotimiz o'zimizda bor. 10 nafar mahalla reyestrida turgan yoshlarimizni ish bilan ta'minlaganmiz hozirgi kunda va yana undan tashqari sirtqi, kechki ta'lim oladigan yoshlarimizni 10 nafarini ish bilan ta'minlaganmiz. Bugungi zamonaviy qurilish uchun hamma mahsulotlar bor. Ayni kunlarda jamiyatda 20 kishi ish bilan ta'minlangan. Tayyor mahsulotlar qurilish obyektlariga yetkazib berilmoqda. Tadbirkor kelgusida faoliyat doirasini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini ko'paytirish va mahsulot eksportini oshirish harakatida.